Avval xabar berganimizdek, Farg'ona shahrida Yangi yil munosabati bilan ayrim haydovchilar tomonidan qo'shtirnoq ichidagi xursandchilik qilish maqsadida transport vositasida turli xavfli harakatlarni sodir etilgani aniqlangan edi. Yo'l harakati qoidalarini ochiq-oydin mensimaslik, atrofdagilar hayotiga beparvo munosabatda bo'lish bilan bog'liq bu holatlar jamoatchilik e'tiroziga ham sabab bo'ldi. Mazkur haydovchilarning qilmishlariga qonuniy baho berish maqsadida barcha tegishli hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudiga yuborildi. Sud jarayonida holat har tomonlama va xolisona ko'rib chiqildi. Haydovchilarning o'z ko'rsatmalari, shuningdek ichki ishlar organlari xodimlarining dalil va tushuntirishlari tinglandi. Mashinamni minib chiqdim. Yo'lda o'rtasiga qo'ydim. O'sha salyot qo'yishyapti turib, otishib turgan joylargacha borib qo'yib, kuzatib turdim. Keyin bu yoqdan ikkitasi aylanadi. Bir marta, ikki marta mana bo'g'ilishda jahl ketganda aql ketadi qilib, endi aybim shu bo'ldi. 2 marta mashinamni seqantirib, uyimga qarab kirib, mashinamni qo'yib, uyimga chiqib, bolamga qarab o'tirdim. Sud muhokamasi yana bir bor shuni ko'rsatdiki, yo'lda qilingan har qanday mas'uliyatsiz harakat qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Bayram yoki shaxsiy kayfiyat hech biri qoidabuzarlikka oqlov bo'la olmaydi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan hujjatlarni sodir etgan deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 moddasi 1-qismi bilan 1 yil 6 oy muddatga transport boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar, ya'ni 10.300.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Qonun ustuvor, jazo esa muqarrar. Sud tomonidan haydovchilarning qilmishlariga yarasha tegishli jazo choralari tayinlandi. Bu qaror nafaqat aybdorlarga, balki barcha haydovchilarga ochiq ogohlantirishdir. Sud davomida tergov sudyamiz tomonidan, ya'ni 4 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorda jarima jazosi hamda transport vositasini 1 yil 6 oyga boshqarish huquqidan mahrum etish jazosi tayinlandi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ichki ishlar tushuntirishdi. Buni takrorlash hech kimga tavsiya qilmaymiz. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Har bir haydovchi aniq bilib qo'yishi kerak. Yo'l xursandchilik qilish joyi emas. Transport vositasi o'yinchoq emas. Bir lahzalik kayfiyat ortida inson hayoti, oilalar taqdiri turibdi. Bunday qilmishlarning oxiri hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. Shuning uchun har qanday bayram, har qanday xursandchilik faqat qonun doirasida, boshqalarning tinchligi va xavfsizligini buzmasdan o'tishi shart. Yo'l harakati qoidalari taqiq emas, hayotni asrash uchun belgilangan qoidalardir. Ularga amal qilish esa har bir haydovchining burchi hisoblanadi.